qorong'i tun, hammasini yo'q qilaman. Meni qo'limdan hech qaysi sog' chiqmaydi. Bularni qasos olaman. Meni o'zicha haydab yuborgandi. Mana shu oyboltam bilan hammasini yo'q qilaman. Xo'sh. Mana shu qishloq edi va mana shu yerga biroz turtilib ketdim. Necha mana shu yerga mashinamni qo'yaman va mani BMWim. Hop, Hammaga salom. Sizlar bilan men Estromik va janob mer, sizlar shu yerdamiz. hoppa, mana o'ziga ham kelib qolibsan, Estrovik, ketdik, yur. To'xtang, mana bu koladan olsam bo'ladimi? Hech aynib qolmaganmi? Ha, Musiqasimi? olayver, yur. Yo'q, bugun ertaroq bo'lib kelgandik. Ketdikmi? Davay bo'lmasa Ha, ketdik. ketdik, yur. Yur, Oh. orqamda yur. Sen, ke. To'xta, tezroq hozir. Playerlar ham bor ekan, brat. Salom alaykum. Xo'sh. Assalomu alaykum janob mer, bo'lyaptimi ishlar? Assalomu alaykum, assalom, yaxshimisan? Xo'sh, nima gap? O'sha detektiv siz bo'lasiz, to'g'rimi? Men bo'laman. Nima qilish kerak? Ha. Qishloqda qanaqangi muammolar bo'lyapti? Xullas, bizani qishlog'imizda shu bitta ana shu boru, kim edi? O'sha kimni tekshirishga kelgansiz o'zi bilasizmi? Adashmasam ismi esimdan chiqib qoldi. Xullas o'sha shaxs. Crazy. Crazy Jitel. O'sha Crazy Jitel yoniga boramiz-da. Qidirish kerak to'g'rirog'i. Da, shunaqa. U qochib ketgan, bilmayman, jin ursa 1 oydan beri qochib yuribdi, nimadirlar qiladi, jonimga tegib ketdi, ishonmaysiz. Shunday bo'ynimdan oshirib yubordi. Bilasizmi, o'sha Jitelni, o'sha Crazy Jitelni deb qishlog'imizda bir haftaning ichida bir o'ntadan ko'p Jitel o'ldirildi, tushunyapsizmi? Yo'q, aholi qoldimi o'zi? Qoldi, ko'p. Endi prosta ko'chib kelyapti qolganlari, lekin uni aytmaslikka, yashirishga harakat qilyapman. Xullas sizga hozir Jamol kelib ko'rsatadi qayerga borish kerakligini. Jamol Okey. chiqasanmi? Salom Jalom aka. Assalomu alaykum. Jalol aka. Jamol. Ha. Yaxshimisiz? Siz o'sha detektivmisiz? Mayli bo'lmasa yo'l boshlang o'sha detektivman. Ketdik. Mayli janob mer. Xo'sh, okey. Qayoqda edi o'zi uyi? Hozir yuraver orqamdan. Tak, ajoyib. Mana, Mana shu uymi? mana shu yerga kelasiz. Mana men sizga boltani beraman. Bu yog'ini o'zingiz ochib ko'raverasiz, maylimi? Men ketdim. Bu yog'iga qo'rqaman o'zim. Bo'ldi. Salom brat, tuzukmisiz? Salom. Ha. Siz boyagi hamma aytayotgan detektivmisiz? Da, o'shaman. Bu yerdan keta olasizmi? Yolg'iz ish qilaman-da, endi davlat sirlari bor bu yerda. Tushunarli. Xo'p. Aha, davay. Obunachilar, odamlarga ham hayronman. Qiziqadi endi yoshda obunachilar. Endi biz ishlarimiz qandaydir qiziq ishlar bo'lsa o'zi, xo'sh, mana bu yerda ochamiz. Ko'rishlar, yo'qmi, mana bu yerda o'zini tomirini kesib tashlamaganmiz chiqib, bu yerda unchalik qon yo'q. Menimcha birni qonaganmi bilmayman. Obunachilar, menimcha pollarni ham tekshirib chiqish kerak. Bu yerda boshqa mebellarni olib chiqib tashlashganmi nima? Yo'q, obunachilar, menimcha kirka. Brat, kirkangiz yo'qmi sizni? Kirka uyimda bor. Olib chiqib bera Olib kelib olasizmi? Da, mana shu Okey. zarur qolibdi. Obunachilar, mana shu bratishkadan endi kirkani olamiz va Nokia'mdan xo'sh. Janob prezident, nima qilyapsan u qishloqda ahmoq? Men prosta bu yoqda o'zim ishimni qilyapman. Normalniy soqqa berishdi. Men mana shu yerga keldim. Pul qayoqda bo'lsa, mana shu yerdaman. To'g'rimi, brat? Xo'sh, Kirka ajoyib. olib keldim. Davay, bering. Bo'ldi, rahmat sizga kattakon. Endi bu yerdan ketsangiz ham bo'laveradi. Ajoyib. Okey. Tomosha qilmoqchimidingiz? Da. Tomosha qilish mumkin emasda bu yerda. Barmoq izlaringiz chiqib qolsa, sizni qamab boramiz, bo'laveradimi? Sorry. Mayli, ko'rmaganga olaman, kirka uchun. Ketdim. Men yo'qman. Okey, obunachilar, mana bu yerlarni ochib ko'ramiz va salom janob mer. Alaykum salom, xush keling. Xullas, u uydan deyarli hech narsa chiqmadi. Shuning uchun Crazy Jitlni uyini aniqlashim kerak men. Ya'ni ko'rib chiqishim kerak. O'zi shu qishloqda yashaydimi u? Yo'q, hech narsa chiqmadi deysizmi? Qanday qilib? Xabar olsa tozalab ketgan ekan. U uyda birorta mebel yo'q ekan. Ya'ni shuning uchun bilmam. Tushunarsiz. Yomon aqlli-da shu iflos yomon. U dada mana shu yerda yashardi. Xullas 61-mini uyda yashardi u. Judayam kichkina, hech kim bilan gaplashmasdi. O'sha yoqqa kirib ketardi-da, bilmayman, qandaydir o'shada kelgani chiqib kelardi. Tushunyapsizmi? Tualetga ham chiqmasdi. Yo'q, qanaqa bo'lishi mumkin? Mayli, uyini ko'rsatib yubora olasizmi bo'lmasa? Bo'ldi. Jamol bu yoqqa chiqasanmi? Hozir janob ber. Bo'ldi, shag'illamasa tezroq chiq. Yaxshi. Xo'p. Jamol o'g'lingizmi deyman? Kim bu?
Yo, shunchaki yordamchi. Bo'ldi, Ha, bor Jamol shogirding. unga ko'rsatasanmi? Kalitni ham ber, tushundingmi? Hozir Ha, janob aka. kalitni olib, Janob aka, davay. janob. Ha, janob aka uyini ko'rsataverasizmi? Janob aka emas, Jamol aka, Ha, ketdik. Jamol aka, davay. Xo'sh, ajoyib ne bo'lsa ketdik. Yuramiz. Ha, Ishqilib 61-chi. ishdoringizga qo'llab qo'ymaysizmi? Mana kalit. Mana. O, Voy, yo'q. Eshik ochiqmikan? o'zingdan ketyapsanmi deyman, ha? Yo'q. Bo'lmasa bor, Eshik qadaysiz? Eshik ochiqmikan? o'zim ochdim. Bor merdiyoniga endi. Mayli. Bo'pti janob, sizga omad. Otib tashlayman yana shunaqaligini bo'lsa. Xo'sh, ajoyib. Obunachilar o'zicha mana bu jitillar ham o'zidan ketyapti. Xo'sh, bu yo'llar tekshirib chiqishimiz kerak. Mana bu biratam yomon ko'p o'ralashyapti-da, boru. Voy janob, siz o'sha anomisiz? Ha, o'shaman. Endi bildingizmi? Huquq hali kelganda bilmovdingiz? Yo'q, endi bilmaganda aytishdi. Yo, E. Yo'qmi, sizlar cho'ta. nima gap? Ishing Brat. bitdimi, bro? Tushuning. Kirkezni o'zimiz olib borib beramiz. Men bu yerda ishimga xalaqit beryapsiz, biratam. Men bu yerda qotilni topmasam sizni ham sunnat qilib ketadi u qotil, tushunyapsizmi? Shunga yetmoqchi edim-da men. Xavfsizlik yuzasidan kamera qo'yib chiqyapman. Qanaqa? Ey, Ana. mani ishimni kuzatmang deyapman, brat, sizga A, hozir. Sizning ishingiz Uy. Uy, bu yerda nima bu? Silindermanmi? Nima shunaqamidir nomi? Yo'q, obunachilar ko'rdinglarmi? Obunachilar, menimcha u Crazy Jitel, lekin Crazy Jitel bu Jitel-ku. Qanaqa qilib bunaqangi maxluq? O'zi bu nasvosgan qishloq ekan, xo'sh, pollar davay tekshirib ko'ramiz. Birinchi yo'li balkondan. Bu yerda hech narsa topilmadi, shuning uchun mana bu kravatlarni olib ko'ramiz. Mana bular tayini. Bu yerda hech nima topilmayapti. Ha, obunachilar, omadim keldi va bittada topdi. Yo'q, mana bu yerda juda ham ko'p boyliklar bor ekan. Buni sekin yo'qlatib ketamiz. Davlat siri, xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa, mana buni bir ikkita Nokia'mga suratga olib olsam, bu kallasi uzilib tushgan ekan. Obunachilar, o'zim bu yerda turgan bo'lgan va bu yerda qollar. Crazy Jitel juda ham vahshiy Jitel bo'lgan ekan, sizlarga aytsam. Obunachilar, endi bo'lsa biz tepaga chiqamizda. Miyamga to'g'risini aytsam bir ideya keldi. Xullas, hozir janob merdan bitta uy so'rayman. U janob mer menga uy beradi. Undan keyin esa u uyga o'zimni birga bir yasalgan manekenimni joylashtiraman. U manekenimni keyin Crazy Gentleman deb o'ylaydi, keyin ichkariga kirib o'zicha meni o'ldirmoqchi bo'lganda men orqasidan kiramanda men bu o'zim bilan bidish qilib otib tashlayman. Xullas, tushundinglarmi? Tushundinglar. Xo'sh, ajoyib. Men buni polni yopib qo'yadi. Crazy Jitel jahli chiqib tag'in hozirda o'zida o'ldirib ketmasin. Men bu bratni ham sunnat qilib qo'ymasdan tezroq. Yo'q. Brat, o'zi qishloqlarda bunaqangi odam bormi yo meni ko'zimga ko'rinyaptimi? Kechqurun kam uxlaganim uchunmi? Bilmayman, hozir men ham nima bo'lganiga tushunmay qoldim. Yo'q, men bu janob merga aytishim, kameralar o'sha qo'sh ajoyib. Mana shu odamlar o'lmasdan oldin qo'ysiz bo'lmasmidi shu kamerani, brat? O'lishidan oldin qayerdan bilardim men bitta manyak borligini. Qayerdan bilardingiz? Anaqa qilgansizda, eringansizda, uxlagansizda uni o'rniga. Da, Mayli. Xo'sh, janob mer, короче, janob akaga ayting, menga bitta uy bersinlar va men o'zim bilan birga bir manekenimni yasatib berishsin. Ya'ni o'yinchoq variantimi, keyin esa men o'zimni ishlarim bilan shug'ullanay. Nimaga unaqangi? Просто mana shu sizga Crazy Jitelni qo'lga olib bersam bo'ldimi? Nima qilasiz boshqa narsaga qiziqib? Mana bu ko'ryapsizmi? Qurol o'qtalmay qo'yaver. Bu jiddiyligimni ana o'qilish uchun, bildirib qo'yishim uchun. Siz meni hazilkash deb o'ylayapsizmi? Xullas pulini bermayman deb o'ylamoqmidingiz chiqib? To'g'risini aytsam, ishni qildirib pulni bermayman deb ketmoqchi edim. Endi bu fikrimdan qaytdim. Yaxshi. Bo'lmasa mana shu miyingizdan portichka ochib qo'yaman, tushundingizmi? Mayli, tushundim. Xo'sh, Jamolga hozir telefon qilib aytib qo'yaman. Okey. Qayerda kutay? Mana shu suvli yonida kutib turaver. Okey, xo'sh, ajoyib. Bunday bo'lsa, biz mana shu yerda turamiz. Jamolmidi, janobmidi yoki Olmatmidi? Kim edi bu brat? Janob deysizmi? Esimdan chiqib qoldi ismi. Xo'sh. Assalomu alaykum. Hoy. Men orqangizda. Qanaqa? Yo'q. Orqangizdaman. Janob. Qaysi uyda tayyorladingiz? Iloji bo'lsa mana bunaqa kichkina uyni tayyorlab bering menga, brat. Janob mer aytdimi chiqib? Yo, uzr, afsuski sizga kuz esa beramiz, bo'ladimi?
mayli bo'laveradi. Davay. Aha, ketdik orqamdan yuring. Davay. Xo'sh, qayerda? Orqamdan yuravering. Ishqim, mana bu nasvosga uyingda berib qo'ymasangiz bo'ldi. Yo'q, bunaqa emas, janob. Tak, unaqaga bo'lsa yaxshi. Obunachilar albatta shu joyida kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta mana shu videoga ulangan har bir kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. U kanallarda ham juda ham qiziqarli videolar chiqadi. To'g'rimi, janob? Xo'sh, kalitmi? Shunday, obuna qo'ygan. Ajoyib. Ha, mana shu uyga kirib bemalol yashashingiz mumkin. Ichida Ha, mebellari ham bor keyin- agar adashmasam. Mani Chunki bu birovni uyi edi oldin. Xo'sh, o'zimga o'xshagan birga bir manekenimni ham yasattirib bering. Xullas, maneken. Okey. davay. 1 soatda bo'ladi. Okey, Aha. kutaman. Davay. Xo'sh. Yo'q, 1 soat emas, 15 daqiqada. Xo'p, bo'p, xayr. Bo'ldi, davay. Xo'sh, ajoyib obunachilar, bu yer juda ham shinam ekan va mana bu yerga qurollarni qo'yib qo'yaman va biroz dam olib o'tirsak. Ay, Alo, Mr. Robin. Da. detektiv, bu yerga chiqa olasizmi? Da. Xullas qarang, Mabiyoga qishlog'imiz qo'ying, Mabiyoga yo'q, to'xtang, gapimni eshiting. Malika bor ekan, lekin hozir tayyor skiningizda uyingizda sizga qarab yasab olishim kerak yoki sizga qarashmasa artmas. Bo'ldi, siz skiningizni eslab oldim, mana shu yerda bo'ldi. yasayman. Da, yasab Tashqariga turing, men chiq- hozir kelaman. Kichigidan Hop. kelib qoldi. Xo'sh, ajoyib bunday bo'lsa. Mana shu yerga bo'ldi, mana ishimni ham bitirib bo'ldim. Endi menimcha skinim ham tayyor bo'lgan bo'lsa kerak. Mana bu yerda ham juda ham ko'p kameralar bor. Qani kirib ko'raychi, tayyormikan? Janob, tayyor bo'ldimi? Hozir 5 daqiqa burdim ukamni. Bo'ldi. Bo'ldi. Okey. Xo'sh, obunachilar, Bo'ldi, janob. Keling, mana. Xo'sh, ko'ringchi buni. Qochib turasizmi? Bo'laveradi. Mana buni men bunday qilib aylantirsa ham bo'lardi, adashmasam. Da, aylantirsa bo'ladi. Ha, albatta. Mayli bo'lmasa, Aha. ishingizga omad, ketishingiz mumkin. Xo'sh, obunachilar, mana bularni ovolaman va obunachilar endi tun bo'lishini kutamiz. Nima ham qilardik endi? Ajoyib bunday bo'lsa, tun bo'lishini kutamiz. Let's go. Tak, obunachilar, soat 3 bo'ldi, lekin hali ham mana bu crazy jitilkami u va nihoyat. Hozir seni o'ldiraman. Xo'sh, va nihoyat keldi. Men kutgan daqiqalar va meni meni короче o'sha meni deb o'ylayapti-da, obunachilar. Xo'sh, crazy jitil qalaysa, bo'lyaptimi ishlar? Короче, nima? sani kuning mana shu yerda bitdi. Ha. Ana, obunachilar ko'rishingiz mumkin. Crazy jitil ham o'zi hal. Endi avtomatik merda uyida qamoqda spawn bo'ladi. Ya'ni men hacker bilan gaplashib, mana shunday ishlarni qildim obunachilar va mana bu yerda o'zim manekenim turibdi. Yo'q, obunachilar, bunchalik ahmoq bo'lish mumkin. Hozir merda yoniga boraman-da, yangilikni aytaman. Ajoyib yarim tun. Xo'sh, 67-uy. Janob mer, xullas podvalingizda qamoqda crazy jitilni ko'rishingiz mumkin. Men oyligimni bering. Ajoyib, bunday bo'lsa hozir kartani ajratib yuboraman. Va mana bu crazy jitilni uyida podvalidan chiqdi xullas. Ey, la'nati, meni qizimni taqimchoqlarimi? Yo'q, qizim emas u. Kunini ko'rsataman buni. Mayli, nima qilsangiz qiling, kartamda pullarimni ko'rdim. Bo'ldi, ajoyib. Bunday bo'lsa, xayr, men hozir ketaman. Ertalab ketarsiz, choy qo'yib beraylik. Choyni keyingi safar qilamiz. Men uyimga borib,